Dadajon, dada. Ha, uni ayni nima bo'ldi? Hammasi tugadi, endi yo'q. Maktab tugadi, bitiryapman dada. Ha, o'yla. Kimdir o'ylibdimi deb o'ylabman. O'g'lim. Ha, o'g'lim. Bitirmadim. Tugamadi hali. Ertaga ertalab maktabga borishim kerak. Aya, ertalab turg'izing. Assalomu alaykum. Ustoz, men nima qildim? Men dadam chaqirasiz, ustoz. Tom ketib qolibdi-ku. Onasi? Ustoz, birinchi bo'lgan iltimosni yavash-yavash qilganman. Nargiz qo'shilmasin o'ynaman. Zo'rda tezroq vaqtga chiqdi, ertaga turib olaylik. Qizlar davomida. Bolam, meni qo'rqitma. Naqsa bo'lgan a? Sinfdoshimni chaqiraman. Ket. Xalqaro sinfdoshimni o'tib, bor o'zbek faqat san so'rab, ehtiyot bo'l ekan. Bo'ldi. Ko'ngilni to'q qiling. 11 yildan beri o'qiganman, nima qilib so'zim bilan. Jim bo'lib qoldimi? Ha, sinfdoshi bilan kelishib ketdi shekilli. Qaraychi bir. Ustoz, ko'chirma, javobga qarang. So'z ko'chirganim yo'q. Xorma.